Yaxshi niyatda Umra safariga boraman deb kutib turgan hoji otalarim va hoji onalarim uchun juda katta yangilik bilan chiqyapman. Centrum Holiday'da bosh ofisiga yetib kelganman do'stlar. Bu yerda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Umra safariga oktyabr oyi bilan noyabr oyi juda katta chegirmali narxlar qo'yishdi. Videoda o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Video davomida bir dona like bilan kanalga podpiska bosib kuzatishlaringizni sizlardan so'rab qolaman do'stlar. Avvalambor assalomu alaykum Abdulloh aka. Avvalambor shunaqangi bir ulug' ishlarga qo'l uribsizlar aka. Sizga kattakon rahmat. Avvalo xalqni o'ylab narxni tushirdik, sharoitlarda gastitsiyalar masofasini yaqinlashtirdik va Saudiyadagi 14 kun mobaynida hojilarimiz uchun milliy taomlarda ovqatlar qilib qo'ydik dedingiz. Xolos. Hojilarimiz uchun bitta to'liqroq ma'lumotni o'zingizdan aytsangiz aka. Xo'p bo'ladi. Avvalo assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan hojatlarim omonmisizlar. Ukamizga ham rahmat. Shunchalik umra sohasini aka meni kanalimdan chiqsin. Xalq ko'rib mamnun bo'lsin deb kelganingiz sizga ham rahmat. Xo'p, hozirgi paytda bizda 5 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Samarqanddan, Toshkentdan, Andijondan va Namangandan va Farg'onadan reyslarimiz va xolasa haftasiga 2 ta 3 tadan reyslar qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni haftasiga 2 tadan reys O'zbekistondan uchadi Saudiyaga. Xo'p, 2 tadan Jiddan aytyapman. Undan tashqari yana 2 ta 3 tadan Madina Munavvaraga ham qo'shilib boradi. Ya'ni Jiddaga ham, Madina Munavvaraga ham reyslar bor hozir aka. Xuddi shunaqa. Toshkentdan ham xuddi shunaqa. Toshkent, Jidda, Madina Munavvara, Jidda har xil reyslar. Vodiydan ham, Toshkent shahridan ham, ya'ni voha Samarqand shahridan ham reyslar qatnovi bo'lib turibdi. Bo'lib turibdi inshaalloh. Reyslarimiz necha kunlik aka? 14 kunlik. 14 kunlik. Madina Munavvarada necha kun bo'linadi? Makka Mukarramada necha kun bo'linadi? Madina Munavvarada 3 kun bo'ladi, Makka Mukarramada esa 11 kun bo'ladi. Undan tashqari 2 mahal issiq taomlarimiz bo'ladi. Ha, Madina Munavvarada. Makka Mukarramada 3 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. Malakali 50 yoshlarimiz o'zlari inshaalloh umra ibodatlaydi. U yerdagi sayohatlaydi. Barchasini inshaalloh to'liq qilib berishga harakat qilishadi. Bo'ldi aka, ko'pchilikni qiziqtirib turgan savollardan biri, o'sha gapimni ham orasida aytib o'tib ketdim, eshitdingiz. Saudiyadagi gastitsiyalar masofasini yaqinlashtirib qo'ydik degan uchun shu savolni beraman. Madina Munavvarada necha yulduzli gastitsiya va masofasi qanaqa? Makka Mukarramada keyin xuddi shu savol. Gastitsiyalarimiz necha yulduzli va masofasi qanaqa aka? Xo'p, o'zingiz ham Madina Munavvaraga, Makka Mukarram umra ibodatiga borgansiz, to'g'rimi? Ha? Qaysi gastitsiyada ko'rdingizki, birorta gastitsiya yulduzini? Endi yulduz deganda Yo'q, o'zi ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Bir xilgilar 3 yulduz, 2 yulduz, 5 yulduz, 4 yulduzli deydi. Ya'ni komfort, ya'ni biz komfort degan narsa ham bo'ladi-yu. Ha, mana bunaqa narsa komfort bor, ekonom bor, standart bor, standart komfort plus bor. Ko'rasiz, bitta yulduz aytilmayapti. Madina Munavvarada gastitsiyamiz masofasi 300 metr. 300 metr ya'ni. 300 metr. Masjid Nabaviygacha. Masjid Nabaviygacha 300 metr. Oralar. Makka Mukarramada esa 1-1,5 2 gacha. Uzoq bo'lib kelsa 2,5 bo'ladi. Undan o'tib ketmaydi inshaalloh. O'zi adashmasam 2 kilometr, 2,5 kilometr ham haramga yaqin, juda yaqin masofa. Undan tashqari 24 soat qatnab turadigan avtobuslari ham bo'ladi. Firma tomonidan qo'yilgan avtobuslar bor, mutlaq bepul. Xuddi shunday. Aka, hozir bizni qo'shni viloyatdan kuzatayotgan yurtdoshlarimiz bor. Qoraqalpog'istondan, kerak bo'lsa qo'shni Tojikiston, Rossiya fuqarosini olib o'sha yerda ishlayotgan do'stlarimiz bor aka. Ular ham bizga aloqaga chiqsa, bemalol ishlarni hal qilib bersak bo'ladi, to'g'rimi aka? Qarang, bizda hozirgi paytda Toshkentdan, Namangandan ko'proq uchrayotgan tojikistonlik fuqarolar bo'lyapti. Bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Mana bu yerga litsenziya qo'yib qo'yganmiz. Bu yerda 0014 litsenziyani kod raqami. Va xolasa Centrum kompaniyasi, Centrum Holdings kompaniyasi nimaga boshqa tur firmalardan ajratilgan joyi bor. Ha, nima? Sabab nima? $10 qimmatdir yoki $20 qimmatdir. Lekin borganingizdan so'ng batdan ketyapsizmi, 10-kuni ketyapsiz, 24-kuni qaytib kelishingiz aniq. Ya'ni bordi kelib biletlar bor, juda obratli. Biz narxni arzon qilib $800 narx qo'yib yuborishimiz mumkin. Lekin o'sha ishni qilmayapmiz. Nimaga? Bordiga biletni yozib turib, qaytdiga keyin yozsa arzon chiqarishni bilamiz. Lekin o'tgan yili 3000 ta odam qolib ketdi, to'g'rimi? To'g'ri aka. O'zimizni yurtimiz, prezidentimiz hamma tashkil ishlarni qilib, olib kelishdi o'zlari. Qani o'sha firmaning rahbarlari? To'ppa-to'g'ri aytdingiz. Qana muammolarga uchrab ketdi. Siz, masalan, sizni onangiz 28 kun Makka Mukarramada qolib ketishdi. Xo'p, yomon joyda qolib ketishgan yo'q. Gastitsiyasiz, ovqatsiz qolib ketsa, qanaqa ahvolga tushasiz?
Bu holat o'zi aslida ibodat uchun boriladi. Bundan holat hech kimga tilamaymiz. Ulug' joyda bo'lsa ham, misol qolgani o'zi aslida bir mehmon. Lekin gastitsasi yeb ichari bo'lsa, u odamlar o'zi xursand bo'ladi. Shunaqa. Lekin gastitsasi oziq-ovqat bo'lmagani uchun shikoyatlar ko'payib ketgan o'tgan yillar. 3000 ta odam qolib ketdi. 3000 ta. U masalan men ota-onamni jo'natsam, men turk filmini egasini qo'pol gapirganda, yevoradigan darajada g'ashim keladi. Bu filmda ishlamasam, hamma ota-onasini yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman. Meni ota-onam dunyoda yagona men uchun. Siz ham ota-onangiz o'zi uchun yagona. Men ko'rib turgan do'stim ham ota-onasi o'zi uchun yagona bitta. Hammani shunaqa. To'ppa-to'g'ri aka. O'shuning uchun iltimos qilib qolaman, turli sen mendan ketmang. Bo'p, men tuban gapiraveraman. Sizga yaxshilik bo'layotgan gapiryapman. Mendan ketmang. Boshqa tur firmada ketsangiz ham litsenziyasini ko'ring. Siz o'zi gilamni o'shib topshirasiz. Hamkorga topshirsa, mo litsenziyani qo'yib olib oldiga gapiraveradi xolagancha. To'g'rimi? Ertaga muammo kelib qolsa, haqa boshini urishib qoladi u hamkor. Nima qilishni bilmay qoladi. To'ppa-to'g'ri aka. Syndrome Holdings kompaniyasi. Mana shu ismni ostida turib gapirish ham juda qiyin. To'ppa-to'g'ri aka. Qancha mas'uliyatni bo'ynimizga olayotganimizni o'zimiz bilamiz, inshaalloh. To'ppa-to'g'ri aka. Endi ko'pchilikda o'zi ancha kuttirib qo'ydik. Narxni boshida aytdim, narxni keskin tushirib yuborishibdi dedim. Narxni ham bitta aytib o'tgansiz, yurtdoshlar, men bor uzr. Narxi oxir-oxiriga cho'zilib qoldi. Sizlar ko'p kuttirib qo'ydik. To'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Narximiz Xudo xolasa $1100. $1100 bu qaysi oyniki? Oktyabrmi, noyabrmi aka? Noyabr. Noyabr oyniki. Oktyabr oyigacha aka? Oktyabr oyiniki ham $1100. $1100. Ya'ni oktyabrda ekanmi? Yana 10 kun vaqt bor oktyabrda. Reyslarimiz bo'lsa kerak. Oktyabr oyinikini inshaalloh farg'onalarimiz hisobda to'lib qoldi. Unaqa joyimiz qolmadi. Agar ulgib qolsa 29larga ulgib qolsa kerak. Namangandan reyslarimiz bor, Andijondan reyslarimiz bor. Toshkentdan bor. Toshkentdan nimaga? Chunki Farg'onadan haftasiga 4 ta reysimiz bo'lsa, Andijondan 4 ta, Namangandan 4 ta bo'lsa, Toshkentda o'zi 5 ta, 6 ta kunda reyslarimiz ham bor. Ya'ni kunlar reyslar uchadi. Shunaqa. Bo'ldi. Do'stlar, sizlarga to'liq ma'lumot olib berdim degan umiddaman. Videoga like bosmagan bo'lsangiz like bosib qo'ying. Nimaga like deyapmiz? Chunki bu video keyin tarqalishiga ham siz ozgina hissangizni qo'shib bergan bo'lasiz, do'stlar. Akam olimga har xil narsalar qo'yib beribsiz. Bu firma tomonidan yurtdoshlarimizga beriladigan narsalarmi? Xudo xolasa mashinani yangilik qildik. Yangilik. Aeroportda 300 ming 250 sotiladi mashina. Sotadi. Mashto'lada ichida mashi bonus. Bo'ldi. Bunisi bonus. Undan tashqari firma tomonidan o'zini maxsus somkasi, bu Saudiya Arabiston o'zimiz ham borganmiz, Xudoga shukr. Bu bo'lmasa odam hattoki bitta oyoqsiz yurgandek bo'ladi. Xuddi shunaqa. Nima deyapman, bu juda kerakli narsa. Ichiga mayda-chuyda narsalarni solib yuradi. Ehronda yurganda narsa qo'lda ushlab yursa bo'lmaydi, tushib qoladi, qolib ketadi. Masalan, tapichka. Birorta odam o'zi tellashi bor, boshqa hachig'ani, boshqasini bemalol solib yursa bo'laveradi. To'ppa-to'g'ri. Undan tashqari firma tomonidan aka nimcha ham berilar ekan, Nimcha beriladi. O'zini ko'rib turibsizlar do'stlar, ko'k brendda, ya'ni Centrum Holidays deb o'zi yozib bergan, shunisiga ahamiyat beringlar. Ya'ni noqonuniy firmalarga aldanib qolmanglar deb sizlarga oldini olib bu videoda o'zi aslida tayyorladik. Agarda sizlar ko'ngillarni tortayotgan bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarni qoldirib ketamiz, aloqaga chiqinglar. Inshaalloh ishlaringiz chiroyli holatda to'g'irlab berishadi. Saudiya Arabistonga bir dona zagram pasport evaziga hech qanday dokumentlar to'g'irlamaysizlar. Akamizni o'zi xodimlarimiz bilan dokumentlarni to'g'irlashib, umra safariga ota-onangiz bilan yokida o'zingizni yo oila a'zolaringiz bilan jo'natib berishadi inshaalloh. Chiroyli holatda. Qo'limizdan kelgancha sizlarga yaxshilik qilsak, inshaalloh Alloh tomonidan bizga ham yaxshilik inshaalloh. Do'stlar, bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Vaqtimiz chegaralangan aka. To'g'ri xolasa, do'stlar, yaxshilikda ko'rishaylik inshaalloh sizlar bilan, hammalaring bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.